Bugungi o'yin haqida o'zingiz fikrlaringizni bildirsangiz. Endi o'yinga tayyorgarlik jarayonida biz maydonda, sun'iy maydonda ham hisob olishga, Xorazm jamoani o'yinini tahlil qilib, futbolchilarga imkon darajada himoyadan chiqguncha xatolik yo'l qo'ymaslik, qarshi hujumda o'ynaydi jamoa, ko'proq bu chap qanotdan aktiv o'yinchi, yaxshi driblingga ega, fizika ham yaxshi, shularga e'tibor qaratish, ko'proq standart holatlarga qaratishni uqtirgandik. Qaysi tomondan birinchi bo'limda biz uddala oldik, to'pni ko'proq o'zimiz ushlab tura oldik, lekin barcha futbolchilarda texnika va fikrlashlaridagi ko'pgina kamchiliklar bugungi o'yinda yaxshiroq o'ynashimizga xalaqit qildi. Texnik xatolar juda ko'p. Ayniqsa bu gol kiritgan holatda ham to'p bizda edi, biz to'pni yo'qotdik. Xorazm jamoasi qarshi hujumda jazoladi. Ikkinchi bu penalti holatda ham yana to'p bizda, lekin afsuski xuddi shunaqa holat, yosh bolalarcha xato. Darvozabonimiz to'pni qaytardi, lekin imkoniyatlar bizda kam bo'ldi hujumda. Bir ikki imkoniyatlarda to'p tezroqda kirish uchun bo'ldi. Futbolchilar ozgina ish mumkin. Kuch sovuqqonlik yetmadi. Shuning uchun katta kuch bilan Xorazm himoyalandi. Shuning uchun Xorazm jamoasining bugungi g'alabaga ishtiyoq, oxirigacha kurashishi o'sha tomondan o'ylayman. Ular g'alabaga ko'proq g'alabani xohlaganligi sezilib turdi. Chunki bizda futbolchilarga qaraganda o'sha uchun Xorazm jamoasining g'alabasini tabriklayman. Rahmat. Masalan, qaranglar, oldinga Turon, keyin Istiqlol Neftchi, keyin Xorazm. Vodiy bilan Voha o'rtasidagi safarlar shu tomonga qanchalik ta'sir qildi? Endi jamoaning o'yiniga Vodiydagi safarda ozgina barcha futbolchilarda charchoq sezildi, lekin bu orada ozgina vaqt bordi. Biz anaqa o'zimizni tiklab olish uchun, o'sha uchun bugungi o'yinga o'ylasam qanaqa charchoq alomati yo'q, shunaqa yo'q edi futbolchilarda. Ishtiyoq harakatlarda. Endi birinchi navbatda o'sha futbolchilarni oldingi o'yinlarda ko'rsatgan o'yini, bu xatoliklari bizda ko'p uchraydi, ayniqsa himoyachilarda. Biz qanaqadir futbol xohlayapmiz, lekin baribir ularda birinchi navbatda ularni tayyorgarligi ham shunga mos bo'lishi kerak. Xatolar ham bugun maydon faktorini ham olish mumkin, lekin baribir sun'iy maydonga ham futbolchi 10-15 minutdan tez ko'nikishi kerak. Bu holat oxirgi minutlargacha bo'lgandan keyin bu aslında futbolchining o'zining xatosi deb o'ylayman. Farqi bu kurashuvchanlik, bu vodiy jamoalarida ham, bu Xorazmda ham ko'ryapsiz, oxirgi minutlargacha, sekundlargacha har bir qarshi joy uchun futbolchilar, bizning futbolchilar oyog'i bilan boradigan joyga Xorazm futbolchilari bosh bilan borishyapti. Degani futbolchilarda katta ishtiyoq. O'ylayman futbolda qanaqadir sifatdan ko'ra ko'proq xohish ham katta rol o'ynaydi. Bugun Xorazm jamoasi ko'proq bizda shu xohish tomonidan, ishtiyoq tomonidan yetib ketsa to'g'ri bo'ladi. Himoyaviy o'yin yoqadimi yoki hujumga asoslangan o'yin yaxshimi? Endi ko'proq baribir taktikani futbolchilarni imkoniyatdan kelib chiqasiz. Endi bizda bitta hozirgi futbolda talabiga xos futbol qilishimiz kerak. Chunki futbolchi agar biz himoya o'ynasak yoki qanaqadir taktika o'ynasak, bu hozir futbolda bu himoyalashni ham bilish kerak, hujumda ham bilish kerak. Chunki chempionat davomida har xil jamoalar o'ynaymiz. Aksariyat jamoalar baribir qarshi hujumda o'ynagan taqdirda ham futbolchilar hujumda o'ynay olish kerak, qarshi hujumga tayyor bo'lish kerak. O'sha uchun biz mashg'ulotlarda himoyada o'ynab turib, himoyadan hujumga, keyin qarshi hujumga qanaqa chiqish variantlarini chiqamiz. O'sha uchun o'ylaymanki, biz epizodlarga qarab o'ynaymiz. Masalan, o'yinga chiqdi bu, biz birdan himoyaga yota olish yoki masalan, jamoa ustunlik qilsa, qanaqadir himoya o'yin ko'rsatamiz. Agar biz ustunlik qilsak, to'pni saqlab turib, qanaqadir gol urish uchun vaziyatlar qidirishga harakat qilamiz. Rahmat. Keyingi o'yinlarda omad. Salomat bo'ling.